Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Yangi qonun nomer 1277 atrofida tarqalgan gaplar, ya'ni endi davlat xohlagan odamning uyini, yerini, do'koni yoki hovlisini olib qo'yadi degan vahimali xabarlar nimani anglatadi? Bu mavzu har bir odamga tegishli. Kvartirasi bor odamga ham, hovlisi bor odamga ham, yer uchastkasi olgan tadbirkorga ham, meros kutayotgan oilaga ham, hujjati chala bo'lgan fuqaro uchun ham. Men bugun sizga shu emas. Aniq tushuntirish beraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgardi? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa ortiqcha qo'rqmasligi kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik hujjat yetishmasligi, kadastrdagi bitta xato yoki qarzdorlik bo'yicha bitta e'tiborsizlik kelajakda juda katta muammoga aylanishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy tushuntirishlar sizni pul yo'qotishdan, uy-joy mojarosidan va sud sarsonligidan saqlab qoladi. Avvalo eng muhim gapni aytaman. Mulk huquqi oddiy narsa emas. Uy, yer, kvartira, noturar joy, do'kon, garaj, dala, hovli, bularning hammasi fuqaroning mulki hisoblanadi. Mulk huquqi konstitutsiya, fuqarolik kodeksi va boshqa qonunlar bilan himoya qilinadi. Demak, davlat yoki boshqa bir tashkilot menga yo'qdi. Olib qo'yaman deb sizning mulkingizni shunchaki tortib ola olmaydi. Lekin amaliyotda shunday holatlar bo'ladiki, mulk huquqi tugatilishi, cheklanishi yoki majburiy tartibda boshqa shaxsga o'tishi mumkin. Masalan, yer uchastkasi davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olinadi. Bino noqonuniy qurilgan deb topiladi, mulk garovga qo'yilgan bo'ladi va qarz qaytarilmaydi, meros rasmiylashtirilmaydi, kadastr hujjatlari noto'g'ri bo'ladi. Sud qarori chiqadi yoki obyekt xavfli deb topiladi. Avval ham bunday tartiblar bor edi. Lekin yangi qonun nomer 1277 bo'yicha eng katta o'zgarish shundaki, mulk bilan bog'liq ayrim jarayonlar aniqroq tartibga solinmoqda. Ayrim holatlarda davlat organlari, sud ijro organlari yoki kadastr xizmatining vakolatlari yanada konkret ko'rsatilmoqda. Ya'ni muammo shunda, odamlar qonun matnini to'liq o'qimayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda esa endi hammaning mulkini olib qo'yishadi degan qo'rqinchli sarlavhalar tarqalmoqda. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Yangi tartib agar to'g'ri qo'llansa, tartibsiz qurilishlar, hujjatsiz yer egallash, qarzdorlikni yashirish, bir mulkni ikki kishiga sotish, soxta hujjatlar bilan mulk rasmiylashtirish kabi holatlarni kamaytirish kerak. Ammo noto'g'ri qo'llansa yoki fuqaro o'z hujjatlariga beparvo bo'lsa, albatta xavf tug'iladi. Shuning uchun men sizga qo'rqmang deb ham aytmayman. Hammasi tamom deb ham aytmayman. Men sizga tekshiring, tayyorlaning, hujjatlaringizni tartibga keltiring deyman. Asosiy qism nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Birinchi guruh kadastr hujjati to'liq bo'lmaganlar. Masalan, odam 15 yil oldin hovli sotib olgan, notariusdan shartnoma qilgan, lekin kadastrga to'liq o'tkazmagan. Yoki uy otasining nomida, otasi vafot etgan, farzandlar esa baribir o'zimizniki-ku deb merosni rasmiylashtirmagan. Bunday holatda mulk amalda sizniki bo'lishi mumkin, lekin huquqiy jihatdan sizning nomingizda bo'lmasa, muammo paydo bo'ladi. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida bir oila 2008 yilda hovli sotib oldi. Narx o'sha paytda $25,000 bo'lgan. Notarial shartnoma bor, lekin keyingi o'zgarishlar kadastr bazasida to'liq aks etmagan. 2024 yilga kelib, shu hududda yo'l kengaytirish loyihasi chiqdi. Kompensatsiya beriladigan ro'yxat shakllantirilayotganda kadastrda mulkdor sifatida eski egasi ko'rinib qoldi. Endi oila kompensatsiya olish uchun avval hujjatlarni tiklashi, eski egani topishi yoki sud orqali huquqini tan oldirishi kerak bo'ladi. Bu esa vaqt, pul va asab degani. Ikkinchi guruh yer uchastkasidan belgilangan maqsaddan boshqa maqsadda foydalanayotganlar. Masalan, sizga yer dehqonchilik uchun berilgan, lekin siz u yerga avtoservis qurdingiz. Yoki yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun berilgan yerda katta omborxona ochdingiz. Bunday holatda mening yerim, nima qilsam o'zim bilaman degan gap to'liq ishlamaydi. Yerning huquqiy rejimi bor. Agar yerning toifasi, foydalanish maqsadi va qurilish ruxsatlari mos kelmasa, davlat organlari e'tiroz bildirishi mumkin. Uchinchi guruh noqonuniy qurilish qilganlar. Bu eng og'riqli masala. Ko'pchilik hovlisiga qo'shimcha xona, ikkinchi qavat, do'koncha yoki ishlab chiqarish xonasi quradi. Qo'shnim ham qurgan, hech kim indamagan deydi. Lekin bir kuni kadastr tekshiruvi, sud nizosi qo'shni bilan mojaro yoki hokimlik tomonidan monitoring bo'lganda, bu qurilish ruxsatsiz ekani aniqlanadi. Agar qurilish sanitariya, yong'in xavfsizligi, shaharsozlik yoki qo'shnining huquqlarini buzsa, uni buzdirish masalasi ko'tarilishi mumkin.
Misol uchun, fuqaro hovlisining old qismiga 4 metrga 8 metr o'lchamdagi do'koncha qurdi. Qurilish qiymati 20 million so'm bo'ldi. Lekin yer hujjatlarida bu joy turar joy hududi tijorat obyektiga ruxsat yo'q. Bundan tashqari yo'l chetidagi qizil chiziqqa chiqib ketgan. Keyin mahallada yo'l kengaytirish yoki kommunikatsiya o'tkazish boshlansa, bu do'koncha kompensatsiyasiz yoki minimal bahoda buzdirilishi mumkin. Chunki u huquqiy jihatdan to'liq qonuniy obyekt sifatida tan olinmagan bo'lishi mumkin. 4-guruh katta qarzi borlar va mulkini garovga qo'yganlar qonun mulk huquqini himoya qiladi, lekin qarz majburiyatini ham himoya qiladi. Agar siz bankdan kredit olib, uyingizni garovga qo'ygan bo'lsangiz, keyin kreditni to'lamasangiz, bank sud orqali yoki qonunda belgilangan tartibda garovdagi mulkni realizatsiya qilishga harakat qiladi. Bu davlat mulkimni olib qo'ydi degani emas. Bu qarz shartnomasining oqibati. Misol, odam 500 million so'm kredit oldi. Garovga 800 million so'mlik noturar joy qo'ydi. Biznes yurishmadi. 10 oy to'lov qilinmadi. Foiz va penya bilan qarz 420 million so'mga yetdi. Bank ogohlantirdi, keyin sudga berdi. Sud qaroridan keyin ijro harakatlari boshlanadi. Mulk savdoga chiqarilishi mumkin. Shuning uchun garov shartnomasini imzolayotgan odam bu faqat qog'oz deb o'ylamasligi kerak. Garov real xavf, real majburiyat. 5-guruh merosni vaqtida rasmiylashtirmaganlar. Bu juda ko'p uchraydi. Ota yoki ona vafot etadi. Uy ularning nomida qoladi. Farzandlar o'zaro kelishib yashayveradi. 5 yil, 10 yil o'tadi. Keyin uy sotilmoqchi bo'ladi yoki buzilish hududiga tushadi. Shu payt qarindoshlar orasida nizo chiqadi. Bir ukasi men ham ulush olaman deydi. Bir opa men rozi emasman deydi. Yana kimdir chet elda bo'ladi. Natijada mulkni sotish, kompensatsiya olish yoki qayta rasmiylashtirish qiyinlashadi. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar sizning mulkingiz kadastrda to'liq ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, hujjatlar sizning nomingizda bo'lsa, qurilish ruxsat asosida qilingan bo'lsa, soliq va kommunal qarzlaringiz nazoratda bo'lsa, yer belgilangan maqsadda ishlatilayotgan bo'lsa, hech kim sizning uyingizni sababsiz olib qo'ya olmaydi. Agar davlat ehtiyoji uchun olish zarur bo'lsa ham, qonuniy tartib, baholash, kompensatsiya. Ogohlantirish va nizo bo'lsa sud tartibi bo'lishi kerak. Lekin men yana ta'kidlayman, hujjatim bor degan gapning o'zi yetmaydi. Hujjatlar ba'zida to'g'ri turishi kerak. Kadastr raqami, manzil, maydon, yer maydoni, bino maydoni egasi, ulushlar, cheklovlar, garovlar hammasi mos bo'lishi kerak. Ba'zan odamning qo'lida eski kadastr hujjati bor, lekin elektron bazada boshqa ma'lumot chiqadi. Sudda yoki davlat organida ko'pincha elektron reyestrdagi ma'lumot asosiy ahamiyatga ega bo'ladi. Endi qonundagi eng nozik nuqtalarni tushuntiraman. Birinchisi, davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish masalasi. Yo'l, maktab, shifoxona, metro, elektr tarmog'i, suv inshoti, mudofaa yoki yirik infratuzilma uchun ayrim yerlar zarur bo'lishi mumkin. Bunday holatda mulkdor bilan kelishuv, baholash va kompensatsiya masalasi eng muhim nuqta bo'ladi. Bu yerda odamlar ko'pincha bitta xatoga yo'l qo'yadi. Taklif qilingan kompensatsiyani darhol qabul qiladi yoki aksincha hech qanday hujjatga imzo qo'ymay hamma narsani rad etadi. Ikkalasi ham xavfli. Agar sizga 700 million so'm taklif qilinsa, lekin bozor qiymati 1 milliard 200 million so'm bo'lsa, mustaqil baholovchi chaqirish kerak. Uy ichidagi ta'mir, qo'shimcha qurilishlar, daraxtlar, biznes yo'qotishlari, ko'chish xarajatlari. Vaqtinchalik ijara xarajatlari, bular ham hisobga olinishi mumkin bo'lgan masalalar. Lekin ularning hammasini hujjat bilan isbotlash kerak. Ikkinchi nozik jihat noqonuniy qurilish bilan qonuniy mulkni ajratish. Sizda 6 sotiq yer qonuniy bo'lishi mumkin. Lekin shu yerga qurilgan qo'shimcha 1 kvadrat metr bino ruxsatsiz bo'lishi mumkin. Bunday holatda davlat sizning butun hovlingizni noqonuniy demasligi mumkin. Lekin aynan ruxsatsiz qurilgan qism bo'yicha talab qo'yishi mumkin. Shuning uchun kadastrda uy maydoni 9 kvadrat metr deb turgan bo'lsa, amalda 2 kvadrat metr bo'lsa, bu katta xavf signali. Uchinchi nozik jihat ulushli mulk. Masalan, kvartirada kishining nomida. Ona, 2 farzand va bitta voyaga yetmagan bola. Bunday mulkni sotish, garovga qo'yish, kompensatsiya bo'yicha kelishish yoki buzilish bo'yicha qaror qabul qilishda hammaning roziligi. Ayrim hollarda vasiylik organi roziligi kerak bo'ladi. Agar bir kishi rozi bo'lmasa, jarayon to'xtab qoladi yoki sudga ketadi. Shu sababli oilaviy mulk masalalarini keyin hal qilamiz deb cho'zish juda yomon oqibat beradi. 4-nozik jihat ijara va subijara. Siz bino egasisiz,
lekin uni 5 yilga ijaraga bergansiz. Keyin bino davlat ehtiyoji uchun olinadigan hududga tushdi yoki sud nizosi chiqdi. Bu yerda faqat mulkdorning huquqi emas, ijarachining huquqi ham paydo bo'ladi. Ijarachi ta'mir qilgan bo'lishi mumkin, uskunalar o'rnatgan bo'lishi mumkin, mijozlar bazasini yaratgan bo'lishi mumkin. Agar shartnomada bular yozilmagan bo'lsa, keyin kim nima oladi degan janjal boshlanadi. 5-nozik jihat soliq qarzlari va majburiy undirish. Oddiy kommunal qarz uchun uy darhol olib qo'yiladi deb qo'rqitish noto'g'ri. Lekin katta miqdordagi soliq qarzi, sud qarori, ijro hujjati va boshqa mol-mulk yetarli bo'lmasa, qarzdorning mulkiga qaratilgan undirish choralari bo'lishi mumkin. Ayniqsa tadbirkorlar noturar joy, yer, transport, uskunalar bo'yicha qarzdorlikni e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. Hali vaqt bor degan o'y bir kun hisob raqam bloklanishi, taqiq qo'yilishi yoki mulk savdoga chiqarilishi bilan tugashi mumkin. 6-nozik jihat taqiq va cheklovlar. Ba'zan odam uyini sotmoqchi bo'ladi, notariusga boradi. Shunda mulkka taqiq qo'yilgani chiqadi. Sababi eski sud ishi, aliment qarzi, kredit soliq qarzi yoki meros nizosi bo'lishi mumkin. Mulkka taqiq qo'yilgan bo'lsa, siz uni erkin sota olmaysiz, hadya qila olmaysiz, garovga qo'ya olmaysiz. Shuning uchun mulkni sotib olishdan oldin ham, o'z mulkingizni tekshirishda ham cheklovlar bor yo'qligini bilish juda muhim. 7-nozik jihat, men bu uyda 3 yildan beri yashayman degan dalil. Ha, uzoq yillik yashash muhim bo'lishi mumkin. Guvohlar, to'lovlar, mahalla ma'lumotnomalari sudda yordam berishi mumkin. Lekin bu har doim avtomatik mulk huquqi beradi degani emas. Agar hujjat boshqa odam nomida bo'lsa, meros ochilmagan bo'lsa, oldi sotda rasmiylashtirilmagan bo'lsa, sudsiz masala hal bo'lmasligi mumkin. Endi men eng muhim qismiga o'taman. Siz bugun, ertaga va yaqin kunlarda nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, mulkingizning hujjatlarini yig'ing. Sizda quyidagilar bo'lishi kerak. Oldi sot shartnomasi yoki hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, kadastr hujjati. Davlat ro'yxatidan o'tganlik ma'lumoti. Yer ajratish qarori bo'lsa, uning nusxasi. Qurilish ruxsatnomalari, foydalanishga qabul qilish hujjatlari, garov shartnomalari, ijara shartnomalari, soliq va kommunal to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar. Hujjatlar bir papkada tursin. Hamma narsaning skaner yoki telefon orqali aniq surati ham bo'lsin. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Davlat xizmatlari markazi orqali yoki tegishli elektron xizmatlar orqali mulkingiz bo'yicha ma'lumotnoma oling. Unda egasi kim? Maydoni qancha? Manzili to'g'rimi? Yer maydoni qancha? Bino maydoni qancha? Taqiq yoki garov bormi? Barchasini ko'ring. Agar qo'lingizdagi hujjatda 6 sotix deb yozilgan, ba'zida 4,8 sotix chiqsa, bu oddiy xato emas, bu kelajakdagi katta nizo bo'lishi mumkin. 3-qadam, amaldagi qurilish bilan hujjatdagi qurilishni solishtiring. Kadastrda uy 1000 kvadrat metr, amalda 800 kvadrat metr bo'lsa, qo'shimcha 800 kvadrat metr qayerdan paydo bo'lganini aniqlang. Agar qonuniylashtirish imkoniyati bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling. Arxitektura bo'limi, kadastr organi, loyiha tashkiloti bilan maslahat qiling. Eng yomoni hech kim bilmaydi deb yashirish. Bugun yashirin bo'lgan narsa ertaga tekshiruvda chiqadi. 4-qadam. Meros masalasini cho'zmang. Agar ota-onangiz nomidagi uyda yashayotgan bo'lsangiz, merosni rasmiylashtiring. Notariusga boring, meros ishini oching yoki ochilgan-ochilmaganini aniqlang. Barcha merosxo'rlar bilan kelishing. Agar kimdir chet elda bo'lsa, ishonchnoma masalasini hal qiling. Agar nizo bo'lsa, advokat bilan maslahat qiling. Meros bo'yicha hujjatsiz yashash bu vaqt bombasi. 5-qadam, qarzlaringizni tekshiring. Bank kreditlari, garov, soliq, aliment, sud qarorlari, ijro hujjatlari bo'yicha holatingizni bilib oling. Agar mulkka taqiq qo'yilgan bo'lsa, sababini toping. Ba'zan odam 5 yil oldingi 2 million so'mlik qarz sababli mulkiga taqiq qo'yilganini bilmaydi. Keyin uy sotish kerak bo'lganda hammasi to'xtab qoladi. Qarzni vaqtida hal qilish mulkni saqlashning eng oddiy yo'lidir. 6-qadam, agar davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish haqida xabar kelsa, shoshilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Sizga ogohlantirish, taklif yoki yig'ilish chaqiruvi kelsa, hujjatlarni oling, nusxa qiling, sanalarni yozib boring. Mustaqil baholovchi bilan maslahat qiling. Taklif qilingan kompensatsiya bo'yicha yozma e'tiroz berish kerak bo'lsa, shunday yozing. Men taklif qilingan kompensatsiya miqdoriga rozilik bildirmayman. Mulkning bozor qiymatini qayta baholashni, qo'shimcha qurilmalar, ko'chish xarajatlari va boshqa zararlarni hisobga olishni so'rayman. Buni og'zaki emas, yozma qiling. Kirim raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling.
Yettinchi qadam, mulk sotib olayotganda tekshiruvni kuchaytiring. Faqat sotuvchining gapiga ishonmang. Kadastrdan ma'lumot oling. Taqiq bor yo'qligini tekshiring. Mulk kimning nomida ekanini aniqlang. Turmush o'rtog'ining roziligi kerakmi yo'qmi ko'ring. Uyda ro'yxatda turgan shaxslar bor yo'qligini tekshiring. Kommunal qarzlarni so'rang. Agar narx bozordan juda arzon bo'lsa, bu albatta savol tug'dirishi kerak. Masalan, 20 milliard so'mlik uy 700 millionga sotilayotgan bo'lsa, buning sababi bo'ladi. Hujjat muammosi, meros nizosi, taqiq, noqonuniy qurilish yoki shoshilinch qarz. 8-qadam, barcha kelishuvlarni yozma qiling. Qo'shni bilan devor, yo'l, umumiy kirish, suv yo'li, kanalizatsiya, tom, daraxt chegara bo'yicha kelishuv bo'lsa, uni yozib qo'ying. Chunki bugun qo'shni yaxshi bo'lishi mumkin. Ertaga uyni sotadi, yangi qo'shni keladi va men bunga rozi emasman deydi. Ayniqsa yer chegarasi bo'yicha og'zaki kelishuv juda xavfli. 9-qadam, sudga borishdan qo'rqmang. Lekin sudga tayyorgarliksiz bormang. Agar mulkingiz bo'yicha nizo chiqsa, da'vo arizasi, dalillar, hujjatlar, fotosuratlar, guvohlar, ekspertizasi, baholash xulosasi, bularning hammasi kerak bo'ladi. Sudda men haqman degan gap yetmaydi. Mana dalilim deyish kerak. Har bir to'lov kvitansiyasi, har bir rasm, har bir xat, har bir javob muhim bo'lishi mumkin. 10-qadam, yuridik maslahatni kechiktirmang. Ko'pchilik advokatga faqat ish buzilgandan keyin boradi. Aslida esa advokat yoki malakali huquqshunosga oldindan ko'rsatish arzonroq tushadi. Masalan, oldi sotdi shartnomasini imzolashdan oldin 3 ming so'mlik maslahat sizni 3 million so'mlik muammodan saqlab qolishi mumkin. Yana bir muhim tavsiya, vahimali xabarlarga ishonib, hujjatsiz harakat qilmang. Kimdir tezda uyingni boshqa odam nomiga o'tkazib qo'y, mulkni qarindoshingga hadya qil, kadastrga borma, aksincha tekshiruv keladi desa, ehtiyot bo'ling. Bunday maslahatlar ko'pincha muammoni hal qilmaydi, balki yanada og'irlashtiradi. Mulkni boshqa odam nomiga o'tkazish soliq, meros, oilaviy nizo, kreditorlar e'tirozi kabi yangi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Demak, yangi qonun nomeri 12377 atrofidagi eng asosiy haqiqat shuki, qonun mulkni avtomatik tarzda hammadan olib qo'yadi degani emas. Lekin hujjati chala, qurilishi noqonuniy, qarzi katta, merosi rasmiylashtirilmagan, kadastrida xato bor yoki yerdan noto'g'ri foydalanayotgan odamlar uchun xavf real. Sizning eng kuchli himoyangiz tartibli hujjat, to'g'ri kadastr, yozma dalil va vaqtida qilingan harakat. Men sizga bugun bitta oddiy vazifa beraman. Videodan keyin mulkingiz hujjatlarini olib chiqing va tekshiring. Egasi kim? Maydoni to'g'rimi? Taqiq yo'qmi? Meros rasmiylashtirilganmi? Qurilish hujjatga mosmi? Agar bitta savolga ham aniq javob bera olmasangiz, demak, hoziroq harakat qilish vaqti keldi. Sizning fikringiz qanday? Bu qonun tartib o'rnatadimi yoki odamlar uchun yangi xavf tug'diradimi? Izohlarda yozing. Agar sizda kadastr, meros, kompensatsiya, garov yoki noqonuniy qurilish bo'yicha savol bo'lsa, kommentariyada vaziyatingizni qisqacha yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki mulk huquqi bo'yicha bitta to'g'ri ma'lumot butun oilaning uyini saqlab qolishi mumkin.